Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. UzAvtomotor tomonidan aksiya e'lon qilindi. Yuridik shaxslar va tadbirkorlar uchun endilikda Onyx, Tracker va Damas avtomobilini foizsiz muddatiy to'lov asosida xarid qilish imkoniyati yaratildi. Buning uchun siz Onyx va Tracker avtomobillari uchun 30 oy muddatda bo'lib to'lash, foizsiz bo'lib to'lash asosida xarid qilasiz. Damas avtomobili uchun esa 12 oy davomida foizsiz bo'lib to'lash asosida xarid qilish imkoniyati yaratildi. Tracker yoki Onyx avtomobilini xarid qilmoqchisiz. Trackerning birinchi pozitsiyasi uchun, ya'ni 220 millionlik pozitsiyasi uchun siz oldindan 110 million to'lovni amalga oshirasiz. Oylik to'lov esa 30 oy davomida 3 million 682 ming, 3 million 700 ming atrofida to'g'ri keladi. Ikkinchi pozitsiyasi uchun 244 millionlik pozitsiyasi uchun siz oldindan 122 million to'lovni amalga oshirasiz. Oylik to'lov esa 4 million 68 ming atrofida to'g'ri keladi. Shu tariqa Premier pozitsiyasi uchun Premier pozitsiya bu yerda 272 million etib belgilangan. Siz oldindan 136 million so'm to'lovni amalga oshirasiz. Oylik to'lov esa 30 oy davomida 4 million 544 ming atrofida to'g'ri keladi. Redline pozitsiyani xarid qilaman degan mijozlar uchun Redline 282 million so'm, 50% to'lov, oldindan 141 million so'm to'lovni amalga oshirib, oylik to'lov 4 million 700 ming so'm atrofida to'g'ri keladi. Onyx xarid qilaman degan mijozlar uchun Onyxni 4 ta pozitsiyasi uchun mavjud bu aksiya. Ya'ni 184 millionlik prostoy variantdagi va LTZ turbo 199 millionlik pozitsiya uchun, 221 millionlik Premier pozitsiya uchun va Redline 230 millionlik pozitsiyalar uchun mavjud. Oylik to'lov esa prostoy birinchi pozitsiya uchun 3 million 79 ming, ikkinchi pozitsiya uchun 3 million 300 ming, Premier pozitsiya uchun 3 million 693 million 700 ming so'm va Redline pozitsiyasi uchun esa 3 million 843 ming so'mdan 30 oy davomida foizsiz bo'lib to'lash asosida xarid qilishingiz mumkin. Videolarim siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like tugmachasini bosib qo'ying va kanalimga obuna bo'lib qo'yishni ham unutmang. Hammaga rahmat.